Masxaroz blogerlar jonimga tevordilar imori to'g'risi. So'kinsa haqi bo'lsin hamma. Yana bittasi chiqib toza Shohjahon Ergashev masxaraboz blogerlarni tanqid qildi. Boksga tushaman, buzvoraman, yorvoraman deganlarga chiroyli javob qaytardi. Videoni oxirigacha ko'ring, izohingizni kommentariyada yozib qoldiring, bir donadan like bosib qo'ying. Assalomu alaykum. Masxaroz blogerlar jonimga tevordilar imori to'g'risi. So'kinsa haqi bo'lsin hamma. Yana bittasi chiqib toza arenani yondirib yuboraman, boks tushib boshqa narsa. Bizda boksyorlar tushadi. Iltimos ziq vordilar emas yerdan qilib Instagramga yozaverib, vizib tashaverib bir-birlariga. Bizda haqiqiy boksyorlar ushadi. Bizning musobaqamizda. Iltimos o'zlaringizni hurmat qilinglar. Bitta Samarqandlik nima aytadi? Men bo'ykaman deydigan bitta Dilmurod degan bola bir istoriyaga ham qo'yaman kerak bo'lsa bir 3 kundan beri to'xtamay SMS yozyapti. Bo'y qilib bering, bo'y qilib bering. Men sportsmenlarga bo'y qilib beraman. Zalga keldi bir kun boks tushdi bilaman dedi. 10 sekunddan boks tusha olmayapti. Biz musobaqamizda biz haqiqiy boks ko'rsatamiz. Professional boks federatsiyasi ham ruxsat bermaydi bularni boks qilishiga. Unaqa qilmanglar. O'zlaringizni hurmat qilinglar. Zeriktirib yubordilaring to'g'risi. Iltimos yozmanglar. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Akajonim, joylaringizda